Yukarıda aytılgan birinchi sog'liq qarori bilan 2025-yilda har bir mahallada huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish ustuvor vazifasi belgilangan va mahalladagi jinoyatchilikni barvaqt oldini olish bo'yicha har bir mas'ul idora va muassasa tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning natijalari yuzasidan qat'iy so'rov tizimini yo'lga qo'yish hamda ushbu masalaga mas'uliyatli yondashgan rahbarlarga ta'sir choralarini ko'rish ko'rsatilgan. Maddiyatga muhtoj, uyda kasallar odam bor ekan. Ijtimoiy xodim bu kasal bilan siz shug'ullanib, mahalla raisiga taqdirlangan mahalla raisi mayli kasal bilan ijtimoiy xodimlar shug'ullan, xotiningizga faollar bog'liq masala bo'lsa, xotiningizga faol mayli masala bilan shug'ullan deb xizmat qilib tashlaydi. Yoshi yetakchisi muammolarni qilib kelib mahalla raisiga bergandan keyin mahalla raisi o'z qo'lasidagi tegishli yetkazilgan sassin. İçtimai kadınlarla muhakkak, xuddi shunday oilaviy yo'nalish muammoni yozib oladi. Mahalla raisiga beradi, mahalla raisi yana tegishli yo'nalishga tasdiqlab beradi. Bo'lmasa bu muammoni hech qo'ymaydi. Mahallani ahli mahalla raisi yana hozir biza Hazaras tumani Bog'dor mahallasida mahalla raisi boshliq 7 tarik bilan gaplashib turibmiz. Kelib uchrashishimizning asosiy maqsadimiz shuki, muhtaram prezidentimizning 3-yanvar 2025-yildagi PK birinchi sonli qarori qabul qilingan. Bu 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini har kun biz sizlar bilan birga joyida ishlayapmiz, talablarni bajarishga harakat qilyapmiz. Bilasiz, mazkur qarorning ijrosini ta'minlash uchun yo'l xaritasi ishlab chiqilgan. Mavjud Bog'dor mahallasidagi mavjud muammolarni hammasini qamrab olishga harakat qamrab olganmiz. Keyin 12 yo'nalish masalasi belgilab berilgan. Bog'dorda xavfsiz muhitni ta'minlash, jinoyatchilikni jilovlash, jinoyat sodir qilish yoki huquqbuzarlik sodir qilinishini oldini olish uchun qilinishi lozim bo'lgan 12 yo'nalishdagi ishlarni bir qator ishlarni amalga oshirdik. Bu to'g'rida bizda hisobotlar mavjud. Shuni hozir joylarda haqiqatda qilindi degan raqamlarimizni haqiqatda qilinganligi joyida tekshirdik. Masalan, mahallani hududida joylashgan 48-maktabda borib yana old tomonidan o'rnatilgan PTZ kamerasi ham maktab binosi orqa tomonidagi ochiq maydonda o'rnatilgan PTZ kamerani ishchi holatda ekanligini ko'rdik, kuzatdik. Bu yerda kamchiliklar aniqlanmadi deyishdan yiroqmiz, lekin hammasi ishchi holatda, lekin kamerani kuzatuvni amalga oshirish uchun mas'ul xodim biriktirmaganligi holati kuzatildi. Buyruq asosida mas'ul xodim biriktirish bilan bog'liq topshiriq berildi. Qolaversa, mahallaning hozir girish qismidagi davlat raqamini tanib oladigan, ham yuzni tanib oladigan kamera o'rnatish bilan bog'liq qo'yilgan talabdan kelib chiqib, haqiqatda kamera o'rnatilgan kameralar mahallani raisini xonasiga integratsiya qilinganligini biz kuzatdik. Lekin mahalla raisining xonasida bevosita alohida kompyuter yo'qligi sababli biz endi kamchilikni joyida bartaraf qilish uchun mana kompyuter bilan ta'minlash masalasini hal qildik. Hozir siz sirada joylashtiring va kuzatish masalasini hal qilasiz. Ma'qulmi? Rahmat, o'ting. Endi bizani 12 yo'nalish ichida mahallamizdagi xavfsiz yo'lak tashkil qilish, xavfsiz ko'cha tashkil qilish bilan bog'liq masalada ko'p qavatli uylarni oldirib borib, tashkil qilingan ishlarni yana bir marta ko'zdan kechirish bilan bog'liq tadbirni davom qildiramiz.
Hemmemize malum muhterem prezidentimiz tomonidan 2025 yıl 3 yanvarda PK birinci sonli karar kabul kılındı. Kararını kabul kılıştan maksat xavfsiz muhitni ta'minlash, jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish har bir mahallamizda nazarda tutiladi. Shu qarorni ijrosini ta'minlashda 12 ta yo'nalishda ishlarni amalga oshirish belgilangan. Biz ASP bilan oldin ham buni gaplashganmiz. Shu qarordagi belgilangan vazifalardan 5-6 yo'nalishlarda alohida maktabning kirish joyiga ham ochiq maydona bu PTZ kameralarni yuzda tanib oladigan yuqori imkoniyatga ega bo'lgan kamera o'rnatish nazarda tutilgan. Biz ko'rdik, harakat qildik, topshiriq berdik, sizlarda kamera o'rnatilgan, lekin endi bugun rahbariyatimizdan shuning topshiriq bo'ldi. Hisobotda qilindi deb ko'rsatilgan raqamlarni joyiga chiqib ishonchligini tekshirishda iborat bo'lgan topshiriq berildi. Shuning uchun hozir biz sizlarda o'rnatilgan kamerani joyida ko'rib, haqiqatda ishchi holatdami yoki yo'qmi, kamchiligi bor yoki yo'q degan joyni oydinlik kiritib olamiz. Haqiqatdan ham maktabimizda kamera o'rnatildi. Kameradan qo'yilgandan xursandmiz. Bunda asosan bizlara davomatimiz juda yaxshi foydali bo'ldi. Davomatimiz 98-99% chiqdi. Bundan xursandmiz. Kameralar ham bu maktab old qismida ham ochiq, orqa tomonda ochiq maydonda o'rnatilgan. Buni hozir ham kuzatamiz. Buni aytamiz. Bu maktabimizning orqa tomonidagi ikkinchi kameramiz. Buning foydasi juda katta. Maydonimizdagi o'yingohdagi barcha nimalarni olib turibdi. Prokuror bizning maktabimizda qo'yilgan oldi tarafimdagi birinchi kameramiz ishchi holatda. Bu orqa tomondagi ikkinchi kameramiz ham ishchi holatda. Buning foydasi juda ham katta. Tushundik. Endi qarang. Buni kuzatish, doimiy ishchi holatda bo'lishini nazorat qilib turish uchun mas'ul xodim biriktirilganmi? Buyruq asosida. Yo'q, xudo xolasa yoshlig'i endi yo'q, yo'q. Yo'q, bo'lmasa ertadan qoldirmasdan alohida mas'ul xodimni doimiy kuzatuvda ham ishchi holatda bo'lishini ta'minlash uchun mas'ul xodim belgilashtirib buyruq qabul qilib, buyruqni mana ruxsatini taqdim qilasiz. Tushunarli. 2025 yil 1-yanvardagi prezidentimiz birinchi sonli qaroriga asosan Hazorasi tuman Bog'dor mahallasida xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha avtomobil davlat raqam belgisini aniqlaydigan bitta kamera, yuzni tanib oladigan bitta kamera o'rnatilgan. Asosan Hazorasi tumani Bog'dor mahallasiga kirish-chiqish qismiga o'rnatilgan. Bu prezidentimizning birinchi sonli qarorining 5-lavozimiga muvofiq shuni ijrosi ta'minlangan bu ko'chada. Integratsiya qilinganmi? Integratsiya mahalla binosiga integratsiya qilingan. Ko'ramiz hozir, joyini kuzatamiz. Men Dilaram, babacan Dilaramman, o'qituvchi bo'lib ishlayapman, hozir nafaqadaman. Men shu ko'p qavatli uylardan birida yashayman. Bu xonadonlarimizning davrek atrofimizda chiroyli bo'lishida idora tashkilotlar yaqindan yordam ko'rsatib turibdilar. Yaqinda xavfsizlikni ta'minlash uchun video kameralar ham signalizatsiya o'rnatib ketdilar. Bugun kelib yana ko'chamiz yorug' bo'lishi uchun chiroq o'rnatib turibdilar. Xudo xolasa ko'chamiz chiroyli bo'ladi. Shu xonadonlarimizning eldi obod bo'ladi deb umid etamiz. O'zlarimiz ham qo'limizdan kelgancha shuni obod etishga ko'maklashamiz. Bir yanımızda yardım berib turgan ekanlar, biz ham ularning yordamlariga javoban qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz deb niyat etib o'tiribmiz. Ro'za Ramazon oylarida. Shunda o'ynasa
Kolla 17 ham. Qo'y nereye bak bak ko'pchilar o'sha ko'rsalar mana qo'ymaydilar. Hozir ishchi holatida. Hozir biz top kelsa, keldik yana. Hozir normal tushadi. Hozir dur. Qistonmay tur qani? Doktor. Hozir bize tushuntirib o'taylikdan birinchi. Hozir bize Bog'dor mahallasindagi Javohir ko'chasida ko'p qavatli uylarda turibmiz. Ko'p qavatli uylarnidagi tashvish tugmalarining o'rnatilganligi hisobotda 2 ta o'rnatildi deyilgan. Joyina gap o'rgansak, tashvish tugmasi bitta o'rnatilganligi va podyezdda joylashganligi aniqlandi. Biz hozir buni o'rnatilgan bittasini ichki holat ekanligini bir tekshiramiz. Tugmani bosib, tegishli xizmat yetib kelish oraliq masofasini ham hozir birdan ko'ramiz. Ham asosiy qiladigan ishimiz bu fuqarolar qulay bo'lishi uchun bu tugmani biza podyezddan tashqi tomonga chiqaramiz. Tashqariga chiqaramiz. Keyin ikkinchi o'rnatilishi kerak bo'lgan joyni belgilab oldik yana. Hozir qo'shimcha bo'ladan yana qo'shimcha qurilmalar yetib kelayotir. Ikkinchisini ham joyini o'rnatib, uni ham odamlarga qulay, e'tiborini yetkazib, keyin ichki holatda bo'lishini ta'minlab, hisobotdagi 2 raqamni haqiqatda ikkisi o'rnatilganligi to'g'risida ma'lumotni oydinlik kiritib, to'xtamay kelamiz. Keyin doimiy kuzatuvda bo'lishi kerak. Hozir senatimiz necha bo'ldi? 17 da tugmani bosing. Qani endi bizning xizmatimiz necha o'ta keladi. Bo'ldi, uni kuzatamiz endi. da tashvish tugmachasi bosilganida yana 17:27 da texnik qo'riqlash markazi texnik harakatlanuvchi gruppasi epikirovkasi bilan yetib keldi. Bize şu Bog'dor mahallasındaki Domna podyezdine tashvish xabari tushdi. Tashvish xabarına 9 minutda yetib keldik. Yetib kelsak, bu yerda profilaktik tadbir bo'lib turibdi ekan. Shu tadbir bo'yicha hech qanday ko'ngilsiz hodisa yo'q. Fuqarolar bilan gaplashdik. Hech qanday ko'ngilsiz hodisa yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 23 sentyabr 2024 yildagi 330 sonli qaroriga asosan kambag'allikdan farovonlik sari dasturiga shu Hazaras tumanidagi 6 ta mahallada ijtimoiy iqtisodiy ahvolini yaxshilash bilan bog'liq ishlar amalga oshirilgan. Ushbu ishlarni amalga oshirish uchun har bir mahallaga 3,2 milliard so'mdan jami 19,2 milliard so'mni davlat byudjetidan ajratilishi nazarda tutilgan. Shundan sanoat qishlog'idagi Bog'dor mahallasi misolida oladigan bo'lsak, Bog'dor mahallasida qilinishi lozim bo'lgan ishlar mana gaz quvurlarini yangilash bilan bog'liq, suv, ichimlik suv quvurlarini eskirgan joyni yangilash bilan bog'liq, elektr liniyalari bo'yichagi mavjud nuqsonliklarni bartaraf qilish ham Bog'dor hududidagi yo'llarni ta'minlash bilan bog'liq. Shu bilan birga Tomorqa aholi tomorqalardan suv yetib olmaydigan hududlarini oqar suvni yetkazib borish uchun ishlarni tashkillashtirish nazarda tutilgan. Bugungi kunda bizadagi 4 ta mahallada oqar suvni mahalla tomorqaga yetkazib berish bilan bog'liq tadbirlar davom qilmoqda. Uning ustidan prokurorlik nazorati, doimiy prokurorlik nazorati o'rnatilgan. Shu o'rinda aytishim kerakki, Bog'dor mahallasi misolida har bir liniyada, har bir yo'nalishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan shunday xaritalar ishlab chiqilgan. Bu xaritada ko'zlangan maqsad shundan iboratki, bu yashil chiziqlar bilan belgilangan hududlarimiz bu soz holatda ishlab turganligi, bizani qizil hududdagi bugungi kunda davlatimizdan ajratilayotgan 3,2 milliard so'm mablag'ning ichida qaysi hududdagi qaysi quvurning necha metr joyini biza ichimlik suvi quvuri bilan bog'liq yoki yo'l misol oladigan bo'lsak, qaysi qismini necha kilometr yoki nechta metr joyini biza shpes yoki asfaltlashtirish bilan bog'liq joyini qilishimiz kerakligini bu xaritada belgilab olganmiz. Maqsad shundan iboratki, ajratilgan mablag'ni maqsadli, to'g'ri sarflanishini nazorat qilishdan iborat.